baliqxonaga kelganmiz. Mana baliqlarni ko'ryapsizlar. Narxlari juda ham chiroyli narxda. Kilosi 48 ming oq baliq, sazan 75 mingdan. Baliqda mazasiga gap yo'q. Hozir lakasini aytib o'tib ketamiz. Mana bu baliq ilashib qoldi. Akam o ilashib qoldi, ishlama qilmaydimi? Erkin aka? Ha? Mashina olib tashlaylik. Xullas baliqning mazasiga gap yo'q. Aytganimizda yoshi katta hojiyonalarga ertalabki 9 dan asrgacha joylarimiz bor. Bemalol osh-o't qilsalar ham bo'ladi. Faqat ayollar uchun kelasiz, kilosini topsangiz o'sha baliqni bepul. Bu ayollarning o'ziga aka. Baliqqa borishyapti-yu. O'shalarga yangi lakasi aytyapmiz. Joylarimiz ko'rishlari mumkin bemalol. Aytayotgan joylarimiz bor. Nechta odamga zarur bo'lsa, stolni komplekt qilib beriladi. Xorasangiz, so'rida o'tirsangiz, ikkita so'rini bittadan qilib beraveramiz. Gapni o'tkazgani kelaverasizlar. Baliqning mazasiga gap yo'q. Aytganimizda kilosi 48 ming oq baliq, sazan 75 ming. Lokatsiyasi Marg'ilon Langardan Qo'shtepa tomon yurganlarida metandan o'tgandan keyin 500 metrdan keyin 10 qo'lda keladi. Bemalol kelinaveradi. Mana shu lokatsiya. Ana. Shu yerda bo'lamiz. Bitta lokatsiyani aytib olaylik.